Telegramdagi Animeland kanali taqdim etdi. Ovoz berdi Vortex. Darvozadan qum chiqayotgani ajablanarli emas. Ko'rinishidan cho'l tipidagi zindon deb o'ylayapman. Men zindonlarda mashinalar ishlamasligini eshitgan edim. Nega bu narsalar bu yerda? Balki bu yer zindon emasdir. Yokida biz bu mumkin bo'lgan dunyo chizig'iga o'tdikmi? Baribir asl darvoza soya zindonida qolar ekan. Hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Men buni tezda tekshiraman. Darvoza yo'q ekan. Men qayerdaman? Qanchalik qiyin. Bu ko'plab hasharotlar bu yerda to'planadi deb o'ylamagan edim. Agarda shu lahzada ketsangiz, sizni qo'yib yuboraman. U judayam tajovuzkor. Agarda bu zindon bo'lsa, tozalash uchun bu joyni zabt etishdan boshqa ilojim yo'q. Agarda men istamasam-chi, bu oddiy. Men seni o'ldirishim kerak. Sen kichkina. Demak bu jang. Rahmat. Lekin sen ikkilanyapsan. Kimnidir o'ldirishdan qo'rqasanmi nima? Lekin bu qulay vaziyatlar qachongacha davom etadi? O'ldirmasam o'ladigan vaziyatlar va agarda meni o'ldirmasam himoya qila olmaydigan vaziyatlar. Men bu haqida unutdim. Chunki men faqat daraja ko'tarilish haqida o'ylagan edim. Men falokatdan oldin bo'lgan fikrlash tarzimdan voz kechishim kerak. Shunday ekan, Leme so'ng bilan jang qilishim uchun men o'zim bo'lishim kerak. Men Asura gildiyasini o'tsaman, Ryosing. Biz ikkalamiz ham axlatchilar gildiyasi tufayli bir joydamiz. Xo'sh, birga ittifoqchimizmi? Endi ikkilanmayman. Men koreyalik Soxoman. Keling ittifoq tuzamiz.